ko'changizga mana shunaqa qilib ekib qo'ygan bo'lsangiz gullarni, endi buni har kuni sug'orish kerak. Eng arzonroq variantini men sizga ko'rsataman. Ham oson bo'ladi va avtopoliv bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yana bitta lenta qo'yib qo'yganman. Mana shu lentadan suv tomib, mana shunaqa qilib zaxlatib qo'yadi. Bo'ldi, sug'orish haqida esdan chiqazib yuborasiz. Qarang, bir tekis lenta tortilgan. Bu yerda nima ish qilib qo'yganmiz? Mana bu lenta kran bo'ladi, mana push fitting bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bitta magistral tashalgan. Undan keyin mana shunaqa qilib lentalarga ulab qo'yiladi. Mana bu joydan bo'ladigan bo'lsa, bitta dona mana yer tagidan ko'rasizlar, poduldan suv chiqyapti. 16 likda. Keyin ulangan. Mana undan keyin yana 3 ta lentaga xullas bo'lib yuborilgan. Vodoprovoddan suv keladi. Endi masalan ko'pchilikda bu yoqdan olib ketsangiz ham bo'ladi vodoprovoddan. Endi bizning sharoitda bu bo'lgan. Mana bu yerda faqatgina daraxtlarim bo'lardi. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsanglar, mana shunga tomchilab sug'orishib qo'yganmiz va shuni hisobiga mana katta qilib o'stirib oldik daraxtlarni ham. Ilgari har doim qurib ketardi daraxtlar, chunki vaqtida hech qachon sug'orilmagan, quyosh tikka tushgani hisobiga tez suvsizlanib qolardi. Har kuni kech payt xullas o'zini o'zi sug'oradi. Avtopoliv qilib qo'yilgan o'rtoqlar. O'sha Wi-Fi'li 8 ta zonali bilgan bo'lsanglar, o'zini o'zi sug'oradi va sug'orish haqida xullas esdan chiqazib yuborasizlar. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa, kelaveringlar, o'zimizda sotuvda bor.